shunday, demak, bu bo'lyapti. Elektrodlar nechta turi bor ekan? Demak, elektrodda ikkita turi bor, mana yozyapmiz. Birinchisi, demak, katod. Men Ergashev Behruz 2 yil davomida Red School o'quv markazida tahsil oldim. Hozirda 5 ta umumta'lim fanlaridan sertifikatga egaman. Tarix fanidan A darajali, kimyo fanidan A darajali, biologiya fanidan A darajali, matematika fanidan C+ darajali va ona tili fanidan B darajali sertifikatga egaman. Valentus degan so'zni olingan bo'lib, kuchi bor degan ma'noni anglatadi. Yaxshi. Muddatidan avval to'plagan 189 balim orqali O'zbekistondagi barcha tibbiyot oliygohlariga talabalik safiga qabul qilinishim kafolatlangan. Bundan tashqari, mendagi 5 ta sertifikat bilan O'zbekistondagi 200 dan ortiq oliygohlarga qabul qilinish imkoniyatiga egaman. Red School o'quv markazida malakali ustozlardan ta'lim olib, imtihondan 8 oy avval talaba bo'ldim. Agar siz ham shunday natijalarga erishmoqchi bo'lsangiz, Red School o'quv markazini tavsiya qilaman.